13-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Bu qismda biz tizim bizga tozalik va tarovat nomi ostida majburlab tiqishtirgan, lekin aslida har kuni bizni ichimizdan sekingina zaharlayotgan navbatdagi niqobni yirtib tashlaymiz. Bizni zamonaviy va farovon uyda albatta Alp chimzorlari, bahor bog'i yoki dengiz shabodasi hidi anqib turishi kerak degan fikrga o'rgatib qo'yishdi. Biz itoatkorlik bilan avtomatik havo lazzatlantirgichlarni sotib olamiz. Xonalarga aerozollar sepamiz, kir yuvganda xushbo'y konditsionerlarni ayamay qo'yamiz va har kuni sun'iy parfumeriyadan foydalanamiz. Bu bizga go'zal va go'yoki madaniyatli hayotning bir qismi bo'lib tuyuladi. Ammo bu navbatdagi xavfli aldovdir. Bir o'ylab ko'ring, bu flakonlar aslida nimadan tayyorlangan? Ularning ichida birorta ham haqiqiy gul yoki o'simlikning tomchisi ham yo'q. Bu ftallatlar va toksik sun'iy kimyoviy moddalar asosida yaratilgan o'ta xavfli kimyoviy tumandir. Biz bu zahardan kuniga 24 soat davomida ixtiyoriy ravishda nafas olmoqdamiz. Keling, bu ko'rinmas tuman organizmimizni qanday vayron qilishini ko'rib chiqamiz. Endokrin tizimiga zarba. Bu kimyoviy moddalarni ksenoestrogenlar, ya'ni sun'iy soxta gormonlar deyiladi. O'pka va teri orqali qonga o'tib, ular qalqonsimon bez, shitavitka ishini bloklaydi va butun reproduktiv tizimni izdan chiqaradi. Ortiqcha vazn qopqoni. Organizm o'z gormonlarini taniy olmay butunlay chalkashib ketadi. Bu uzluksiz kimyoviy hujum tufayli metabolizm, moddalar almashinuvi sekinlashadi va tana vahima ichida yog' yig'ishni boshlaydi. Yana yog' yig'adi. Inson qattiq parhez qilishi mumkin, lekin vazn baribir ketmaydi. Chunki jigar o'sha xushbo'y o'rin joydan nafas olib yutilgan ftalatalarni tanadan haydash bilan ovora bo'ladi. Bilasizmi, yana bir komik tomoni shundaki, chekish bu ham juda zarar. Chekuvchining yonida o'tirish undanda 2 barobar ko'proq zarar. Ammo bizni faqatgina e'tiborimizni mana shunga qaratib qo'yishgan. Ha, men chekuvchilarni yoki chekuvchilarning oldida o'tirganlarni oqlamayman. Ammo bizning miyamizda o'rnashib qolgan faqat chekuvchida va chekuvchining yonida o'tirganga katta zararlar borligini anglab yetgan ushbu aqlli miyamiz aslida mana shu xushbo'y, ammo himozalardan tayyorlangan atir, antiseptiklar va hokazo bular haqida umuman go'yoki bular juda ham foydali degandek o'ylab qolishimizga ba'zan kulgim, ba'zan esa yig'lagim keladi. Ammo ikkala harakat ham aslida xato. Eng to'g'risi aqlni joyiga qo'yib, es-hushimizni yig'ib olib, har tomonlama har bir masalani chuqur tahlilga olishimiz kerakligidadir. Tasavvur qiling, atirlarni gupirlatib sepib olgan bir inson chekuvchiga qarab, "Eh nodon, o'zingni o'zing barbod qilasan, o'zingga o'zing kasallik sotib olasan, mana shu tamakini olib o'zingga o'zing zarar qilyapsan" deb turgan joyda o'zi ham o'ziga atirlarni sotib olib, ularni sepib olib, o'zi ham o'ziga katta zarar yetkazayotganidan bexabardir. Mana shu nodonlikning, adashishlikning eng cho'qqilaridan biridir. Intuitsiyaning bloklanishi. Bu kimyoviy smog bizning sezish retseptorlarimizni o'ldiradi va asab tizimimizni zo'riqtiradi. Oqibatda insonni o'zining tabiiy sezgilaridan va bosh yo'lchimiz epifizning ilohiy suratlaridan uzib qo'yadi. Asl elita, o'zini chin dildan qadrlaydigan insonlar yaxshi bilishadi. Haqiqiy tozalikning hidi bo'lmaydi. Tozalik bu musaffo va tabiiy havodir. Uyingizni bu sun'iy smogdan tozalang. Agar xonangizga xushbo'ylik bermoqchi bo'lsangiz, faqatgina 100% tabiiy efir moylaridan, lavanda, ekvalipt, sitrus va boshqa juda ham ko'p efir moylaridan foydalaning. Bu o'simliklarning tirik va shifobaxsh quvvatidir. U o'ldirmaydi, u davolaydi. Insonda 5 ta sezish a'zosi bor, ammo aynan hid bilish bizning ong ostimizga boradigan eng to'g'ri va eng halol yo'ldir. Siz bilarmidingiz, biz insonni chiroyli yuzi, xarakteri yoki qaddi qomati uchun sevib qolmaymiz. Eng birinchi navbatda bizning ong ostimiz o'sha insonning o'ziga xos tabiiy hidini sevadi. Hid bu xavfsizlikning eng bosh tabiiy filtridir. Hayvonlarga e'tibor bering. Ular biror narsani yaxshilab hidlab ko'rmasdan turib aslo yemaydilar. Ilgari odamlar ham shunday qilishgan. Burnimiz yaratuvchi tomonidan berilgan mukammal laboratoriyadir. Agar siz ovqatni og'zingizga olib kelganingizda uning hidi ichki sezgingizga yoqmasa, uni aslo yemang. Organizmingiz sizga "Bu menga zarar, men buni to'g'ri hazm qila olmayman, yema" deb baqirayotgan bo'ladi. Ammo bu tizim burnimizni ham tinch qo'ymay, uni ham aldab qo'ydi. Do'konlar peshtaxtalari kimyoviy ziravorlar va ta'm kuchaytirgichlar bilan to'la. Ular buzilgan yoki o'lik mahsulotlarning asl hidini bo'g'ib turadi. Kimyoviy ziravorlarni
Kamaytiring. Tirik taomning haqiqiy sof atrini his qilishni o'rganing. Men o'zim ham o'zgacha xushbo'y hidlarni juda yaxshi ko'raman. Ammo bu mavzuni chuqur o'rganganimdan so'ng atirlardan deyarli foydalanmay qo'ydim. Nima uchun? Chunki zamonaviy parfumeriyaning 99% qismi shafqatsiz aldovdir. Atiringiz qanchalik qimmat va turg'uch bo'lsa, u shunchalik xavflidir. Hid kunlab turishi uchun unga ftalatlar, og'ir kimyo qo'shiladi. Ular teri orqali qonga o'tib, qalqonsimon bezni bloklaydi va gormonlarni izdan chiqaradi. Tez uchib ketuvchi arzon atirlar ko'pincha kamroq zararli bo'ladi, chunki ularda sun'iy qotiruvchilarning bunday o'lik changali yo'q. Bilasizmi, mening dunyodagi eng sevimli hidim qaysi? Bu qimmatbaho fransuz atiri emas. Bu yomg'irdan keyingi yoki agarodga suv quyganimizdagi tirik yerning, tuproqning hididir. Bu nam tuproqning asliy ifori har bir hujayrani uyg'otib, bizni tabiat unsurlari bilan bog'laydi. Men uchun juda qiziq. Siz qanday hidni yaxshi ko'rasiz? Hoziroq izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hiddan yuragingiz oziqlanib ketadi? Bu haqda gapiring, yozing. Keyingi videolarda esa biz sizni yaxshi ko'rgan hid, ichki holatingiz va sog'lig'ingiz haqida nimani anglatishi haqida albatta gaplashamiz. Lekin aldov bizni nafaqat yotoqxonada, balki oshxonada ham kutmoqda. Har kuni biz kutmaydigan antiprigarniy toboqlarda ovqat qilamiz. Teflon qulay, unga hech narsa yopishmaydi. Ammo qiziganda u o'lmas kimyoviy moddalar ajratadi. Ular yillar davomida tanada yig'iladi va hech qachon chiqib ketmaydi. Bu yashirin kimyo jigarni yemiradi, metabolizmni buzadi, taomni zaharlaydi. Ajdodlarimiz dono bo'lishgan. Ular ko'yan, zanglamas po'lat, loy yoki toza keramika idishlarda ovqat qilishgan. Bu taomning jonli strukturasini va asl hidini saqlab qolgan. Aslingizga qayting. Uyingizni sun'iy smogdan tozalang. Burningizga va ichki sezgingizga ishoning. Xavfsiz idishlarga o'ting. Va albatta, Alloh omonat bergan muqaddas tanangizni qadrlang, avaylang, asrang. Uyg'oning, mudramang. Haqiqiy osmon qoidalari, Allohning qonuniga qayting. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma Chengiza.com. Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj, haqiqiy osmon o'lchami o'zing